Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalarimiz, hurmatli vatandoshlarimiz. Xudo xolasa bugun Samarqand viloyati Ishtixon tumani, ya'ni Kartiba mahallasidamiz akalar. Beton mahsulotlari bo'lgan Yevrozaborlarimiz, rem ustunlarimiz, undan tashqari shlaka bloklarimiz sizlar uchun xizmatda akalar. Chipallilarimiz ham bor. Hozir qisqaroq ma'lumotlarni berib o'tamiz. To'liq videolarni Elyor o'z YouTube kanalimizda tomosha qilsangiz bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab qo'yamiz akalarimiz, videolarimizni sizlar uchun olib boramiz. Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar, Elyor kanalining kuzatuvchilari. Bugun biz Samarqand viloyati Ishtixon tumani Shuhratbek mahalla Kartiba qishlog'idagi Yevrozaborni chiqarayotgan fasonlari, Yevrozabor rem ustunlari, shlaka blok hammasini ko'rsatib o'tamiz video davomida. Ishtixon ichiga 320 ming, mana shu ishtixon ichiga borib o'rnatib berishlari, oldi-orqa zamoska qilib berishlari. 2 metrlik, ha? 2 metrligi. 1,5 metrligi 280 mingdan qilib beraman. Ishtixon ichiga 280 ming. Yillar o'zida chiqadigan bo'lsa yana 10 ming tushib beraman. Qaysi komplektda bo'ladigan qat'iy nazar, yillar o'zida 10 ming tushib beraman. Eng og'ir qatorga narxida yana 10 ming tushib beraman. Bu 60lik, 45lik, 30lik va 25lik razmerlarda kim uyida navs qiladigan bo'lsa, tashqariga shapka chiqariladigan bo'lsa, o'shandan ishida tushirishyapti hozirda. Bu bitta bo'yab qo'ysa bo'ldi. Tepasi metroviy ketaveradi. Ya, metroviy ketadi. Bu donasi necha puldan bular? Bunisi 180 mingdan, bu 200 mingdan, 220 ming. Bo'lsa 280 mingdan qo'yilyapti. Bu baqotroq. Illarus kanalida chiqadigan birorta agar klientimiz bo'ladigan bo'lsa, 10% chegarasi qo'yib beraman. 10%. Zabor bo'ladimi? Shlaka blok bo'ladimi? Shpol bo'ladimi? Rem ustuni bo'ladimi? Nimaiki bizga mahsulotimizga birontasi klient chiqadigan bo'lsa 10% chegarasi qilib beraman. Necha razmerlar bo'lar hozir? 38-18 razmerda. Qarang, ustalarga har bunday bo'lishga ham tayyor bu mahsulot. Hammalar yarimligida-ku. Keyin hammasi bor. Bunaqasi ham kerak, o'zi tayyor bo'ladi-da. Ustolar ham qiynalmaydi. Qarang, bittaklari ham hamma tomoni bir xil. Ancha qulayliklari bor ekan. Qulayliklari bor. Sindirib ko'rsin, xohlasa nechta zakaz bersa, 20 ta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi, 100 ta bo'ladimi, sindirib ko'rsin. Ichida agar armatura bo'lmasa, 100 ta bo'ladimi, shuni tekin qilib beraveraman. Odamlarga o'xshab boshiga masalan 20 sm armatura qo'yib, bu tarafiga sim qo'yib, sal armatura qo'yilgan narsa sal qimmatroq bo'ladi. Nima desangiz, baqot bo'ladi. Baqot bo'ladi. Tashakkur bo'lsa bo'ladi. 250 ming donasi, ha? Donasi 250 ming olib beramiz. Mana shu tayyor holatda olib beramiz. 150 kilodan ziyodroq 200 kiloga yaqin bo'ladi. Har bittasi. 2 kishi ko'tarish qiyin narsa-da u. Ko'proq olsa kelishamiz. Kelishtirib beraman, ha.